Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid bo'lgan xabar va voqealar tafsiloti bilan tanishing. Efirda Qashqadaryo axborot informatsion dasturi, studiyada Sanobar Boboqulova. Taxtaqoracha dovonida yangi turizm obyektlari ishga tushdi. Gap shundaki, Kitob tumani hududiga qarashli ushbu dovonda mutlaqo yangi uslubdagi turizm infratuzilmalari ishga tushirildi. Dastlab shu haqda. Qiymati 3 million AQSh dollarini tashkil etuvchi loyiha hududning turistik salohiyatini yanada oshirishga xizmat qilishi kutilyapti. Birinchi bosqich doirasida 100 o'rinli zamonaviy mehmonxona hamda 300 o'rinli oilaviy restoran barpo etildi. Ushbu obyektlar sayyohlar hamda mahalliy aholi uchun qulay dam olish sharoitlarini yaratish maqsadida qurilgan bo'lib, mehmonlarga yuqori darajadagi xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Ichkaridagi imkoniyatlarni ko'rib chiqdik. Haqiqatdan ham o'sha eng so'nggi talablarga muvofiq jihozlangan. Bu ham o'sha tadbirkorlarga berilgan imkoniyatni ifodasi deb qabul qilsak bo'ladi. Qolaversa, hali bu hududda juda katta imkoniyatlar bor. Kempinglar yoki boshqa ovqatlanish shoxobchalari, dam olish maskanlari tashkil etilyapti. Rivojlanish ko'rinib keladi. Mana shu yerda bo'layotgan barcha ishlardan xalqimiz minnatdor. Shvetsariyalarni yoki boshqa bir hududlarni ta'rifini keltirishgandek, Qashqadaryoni, Kitobni, O'zbekistonni mana shu hududlarni ham shunaqa bir ta'riflashib, mehmonlar keladi degan umidlarimiz bor. Hammasini bir quvonib kutib olyapmiz. Loyihaning ikkinchi bosqichi ham zamonaviy hamda qulay turar joy obyektlaridan iborat bo'ladi. Mazkur turistik maskanning tantanali ochilish marosimida viloyat hokimi Murodjon Azimov ham ishtirok etdi. Yaratilgan qulaylik, imkoniyatlar jamoatchilik faollari bilan birgalikda ko'zdan kechirildi. Viloyat rahbari mamlakatimizda davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan qulay ishbilarmonlik muhiti yaratilayotgani, turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotganini mamnuniyat bilan ta'kidlab o'tdi. Keyingi paytda hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan turizmga alohida e'tibor berilyapti. Chunki turizm bu juda ham kelajagi porloq, bugungi kunda eng dolzarb yo'nalishlardan, driver yo'nalishlaridan bittasi ekanligi ta'kidlab o'tildi. Xorijiy mehmonlarimiz ham tashrif buyurishdi, sharoitlar bilan tanishib, o'zlarini juda ham ijobiy, yaxshi fikrlarini bildirdilar. Albatta, bir qarashda tuman o'zining betakror tabiati, toza havosi va so'lim manzaralari bilan ajralib turadi. Ayniqsa Taxtaqoracha dovoni bahor va yoz fasllarida o'zgacha fusunkorlik kasb etadi. Ushbu hudud ekoturizm va sayyohlik uchun katta imkoniyatlarga ega. Yangi loyihaning amalga oshirilishi esa hududning turistik qiyofasini yanada ochib beradi. Ish o'rinlari yaratiladi, xorijlik mehmonlar oqimi ko'payadi. Bu esa iqtisodiy yuksalishning yana bir belgisi.